Assalomu alaykum. Qalaysizlar? Voh, buncha chiroyli kelibsizlar sizlar. Nechanchi sinfsizlar? 2 mi? Ha, tojiki maydon aytolmi? Ozgi jo'shmi? O'zbekistondanmi? O'zbekistonning qayeridan? Zo'r. Hozir matematika darsimi? Qaranglar, sizlarga matematikadan hozir bitta savol beraman. Kim birinchi javob bersa, 100 ming beraman. Kelishdikmi? Xo'p, 11 dan ayiramiz 5 nechi bo'ladi? Zo'r, gap yo'q. 13 dan ayiramiz 5 ni. Zo'r, vashi zo'rsizlar. Endi kim mana shuni nimaga umuman tushunmaydigan bormi? Masalan, osonsini o'rgataman. Kim tushunmaydi? Vashi hech narsa ana shuni ayirishni bilmaydi. Kim qo'lni ko'tarsa, men osonsini o'rgataman. Hamma biladimi? Vashi wunderkindsizlar-ku. Xo'p, nima uchun 6 bo'ladi? Ana shu bola aytsin. Chunki 10 dan 5 ni ayirsak 5 qoladi, keyin shunga 1 ni qo'shamiz. Krassavchik zo'r. Undan ham osonsini o'rgataman. Qaranglar. 11 dan 5 ayirmoqchimisizlar? Mana bu 1 ga 5 qo'shib qo'yinglar, tamom, 6 chiqadi. Ana o'rgansizlar osonsini. 13 dan 5 ayirmoqchimisizlar? 3 ga 5 qo'shib qo'yinglar, 8 chiqadi. Masalan, 14 dan 5 ayirmoqchimisizlar? Demak, nima qilsak bo'ladi? Molades. Nima uchun 9? Krassavchik 5 ta. Oppa, molades bo'ldi. Hammaga berishim kerak ekan voucher va siz zo'r javob beryapsizlar.